Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Albatta inson borki, uning sog'ligi o'zi uchun kerak. Hayotda shunday narsalar bo'lyaptiki, mana Sho'rchi tuman tibbiyot birlashmasida bolalar va o'limi holatlari juda ko'plab uchrab turibdi. Mening hozir suhbatdoshim Sho'rchi tumani Bobotog' mahallasidan istiqomat qiluvchi fuqaroman suhbatlashyapman. Marhamat, siz o'zingizni tanishtiring. Nima masalada bizga murojaat qilyapsiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli avvalam prezidentimiz. Mana meni 2024 16-aprel kuni qizim Sheniyazova Hilolani sog'lig'i notinch dard bilan roddomga olib keldim. Olib kelganimdan keyin u ertasiga kelinim Anisaga kelib bunga bir yordam qilinglar, dori parvar kerak bo'lsa olib borib berak, olib kelib berak desa, senma doktor, menma doktor, bor kasalimni olib ket deb chiqarib yuboryapti. Istoriyani qo'liga berib radomdan chiqarib yuboryapti. Kim chiqaryapti o'shani? Payonov Abdurahmon. 20'sida yana aprelning 20'sida juda ham qattiq bezovta bo'lgani uchun yana olib kelyapman. 21'da aytdan keyin soat 11lar chamasida operatsiyaga olyapti. Qizim ichki qon ketishi. Ana shu 20-chilar kuni olib borib tekshirtirganimda ichki qon ketishi sirishni operatsiyaga olsin degan bir kun o'tkazib operatsiya qilyapti. Shu kechasi qon to'xtatadigan ukol qilib qo'ydi qizimga. Qizim bir kecha bag'rimda bo'ldi. Bir kechagina bag'rimda bo'ldi. Yana qaytib xursand bo'lib yangi nachiska bilan kirib ketgan qizim o'lim holatiga kelib chiqdi radimdan. Kimga dardimda aytay? Bana murojaat qildim, hamma joyga murojaat qilyapman. Prokuraturalar ham menga usti boshimga qarab muomala qildi. Doktorlar qistangizga qarab turadi. Pulingiz bo'lsa qaraydi ekan, pulingiz bo'lmasa qaramadi. 20-chilar kuni 21da opergan bo'lsam, e'landim. Abdurahmon Payonovning o'g'li Baxtiyor Payonovga e'landim. Operatsiya qilinglar dedim. Charchadik deb qamadi shu kecha. Shu kuni qilganda ham balkim bolam o'lmay qolarmidi? Men armonda qolganman. Armon men uchun. Meni kim dardimda tinglaydi? Men qayerga borib murojaat qilay? Yana kimga boray? Bizda korrupsiya bo'lib turibdi. Mana Termizga yuborsa, Termiz yopyapti. Qayerga bo'lsa yopyapti. Toshkentga ham borib keldim. Mening esimda ko'rayotgan paytda Yigitali degan tergovchi edi. Yigitali ishingizni to'g'ri olib boring deb tagiga chizib, istoriylarni tagiga chizib bergan taqdirda ham meni esimda to'g'ri olib bormadi. Men kimga aytay dardimda? Meni tinglab bir hurmatli prezident, haqiqatni ko'ringlar. Odamlarni sarson qilmanglar degan. Men 70 yoshda bo'ldim. 70 yoshda ayolman. Men qachongadir bola yuragimda yurib ketdi. Bolamni o'pka yuragini yulib olib ekspertiza qiladi. Nima uchun nohaqlik qilyapti ishi bo'yicha? Haqiqatni ko'rib bersin. Men faqat talabim shu. Ro'zg'or opa, shu o'rinda savol tug'iladi. Mana qarang, 2024-yil aprel oyida bu voqea bo'lyapti. Shunday bo'lyapti. Sheniyazova Hiloli 25 yoshida olamdan ko'z yumayapti. Birinchi farzandning. Endi qarang, mana hozir Sho'rchi tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi ko'ryapti, to'g'rimi? Sudga chiqarilmagan, tergovchida. Tergovda. Sababini so'ramadingizmi? Nima sababdan shuncha 2024-yil apreldan boryapman? Sud har 2 kunda birda telefon nomeriga dor berganman. Hali xulosa kelgan yo'q. Ekspertizani Toshkentga jo'natganmiz. Noyabr oyidan beri Toshkentga jo'natganmiz deydi. Toshkentdan qaytaribdi deydi. Yana jo'natsak deydi 21-yanvar kuni ham jo'natgan. Lekin mana 4 oy o'tyapti. Lekin natija chiqmayapti. Hech qanday javob yo'q. Javob yo'q. Javob yo'q. Mana qarang, shu 25 yoshda olamdan ko'z yumgan Hilola Sheniyazova qizingiz sog' salomat kelgan, to'g'rimi? Raddomda sog' salomat kelgan. Hech qanday aprel kuni kelyapti, uni qaytarib yuboradi. Va uning sababli 20-aprel yana qaytib kelyapti. 20-aprel olib boryapman. Ichki olib borib apparatga tushiryapmiz. Ichki qon ketishi bo'lyapti. Lekin 20-aprel kuni operatsiyaga olmadi. Abitdan keyin ertasi 21da abitdan keyin operatsiyaga oldi. O'sha kuni kechasi mestralar qonni to'xtatadigan ukolni qilib qo'ydi. U balkim ichiga tarqab bo'ldi farzandimning. Ichiga tarqab bo'ldi qonni. O'sha kuni o'sha operatsiya qilganda ham armonda bo'lmas edim. Armonda qolmas edim. Endi uzr, yarangizni yangilamoqchi emasmiz. Siz bilan hozir suhbatda siz aytyapsizki, uni kasallik tarixiga 20-aprelda jarrohlik amaliyotini operatsiya o'tkazilgan degan noto'g'ri xulosa deyapti. Noto'g'ri xulosa beryapti. 21-aprel kuni keldi. Birdaniga zildik bilan operatsiyaga oldik deyapti. Lekin men 20-aprel kuni olib borganman. Istoriya qo'limda bor, ularniki ham bor. Bor qo'limda istoriyasi. Demak, hozir sizda aytgan asl muammo
mana shu ish 2024-yil aprel oyidan boshlab tergovda, demak sudga oshirilgani yo'q. Sudga oshirgan yo'q. Keyin men 23 mart kuni bir ayol ona bola o'lyapti Rodomda. Mening qizimdan bir oy oldin o'lyapti. Uning hukmi bor. Shu bo'yicha meni qizimda ishini ko'rmayapti, yopib yuboryapti. Jazosini oldi deydi. Jazosini oldi. Hech qanday jazo olgan yo'q meni farzandim. Ishdan ketmagan hech kim hech qanday tortilmagan. javob 45 statga qo'yilgan Tayanov Abdurahmonni yana qayta tiklab ishga qo'yib qo'yapti. O'g'lini 91-bandisiga ishlayapti. Hech qanday jazo olmadi ular. Olmadi. Jazosiz qolib ketyapti. Demak, bir oy oldin o'sha vafot etgan ayolni ana shu ish bo'yicha yopib yuboryapti. Menimcha shunday deb o'ylayman. Fikrim shu mening. Hurmatli aziz yurtdoshlar, albatta mana shunday nohaqliklar bo'layotgan Sho'rchi tuman tibbiyot birlashmasining o'sha shifokorlari aybi bilan mana shu 25 yoshda Hiloli Sherniyozova olamdan ko'z yumdi. Albatta hozir bu Ro'zgul opa uchun juda og'ir bir dard. Uni ko'tarish, boshqa qilish. Men demoqchimanki, Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich Qosiyevga, qolaversa huquq-tartibot organlariga, viloyat prokurori Baxtiyor Bekovichlarga murojaat qilib qolamiz. Chunki mana shu 2024-yil aprel oyidan buyon sarson va sargardon bo'lib haqiqat izlab yuribdi-da. Shuning uchun men demoqchimanki, mana shu huquq-tartibot organlari yana bir karra mana shu masalaga oydinlik kiritishni, bu ishni tergovni tezroq tugatib, Sho'rchi tuman jinoyat ishlar sudga oshirishlarini biz iltimos qilib qolamiz. Salomat bo'ling.